Farqi yo'q. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi? Mingdan ming afsuski bu yigitni hozir tirik, lekin ertaga bu yigit Ishlar zo'rmi? Zo'r akajon. Ha, Navro'z bergan nomeringizni tinchlikmi? qayerga vafot etdi? Tavba qildim, qayerga ketdi? Kim bilan urush qildi? Kimni otdi-yu, kim o'q uzdi bu yigitga? Hech kim bilmaydi. Sroshin yordam kerak ekan sizga. Afsuski, adashib, pulga qiziqib yoki nochorlikdan, pulsizlikdan voyenniga borib qanday qo'l qo'yganligini bilmay hozirda afsusda. Lekin baribir bu yoqda o'zi kelishdi, o'zi noto'g'ri fikr, baribir o'zini o'zi o'limga o'zini o'ldirmoqchi bo'lgandek gapdi. Bu yoqqa kelib o'zini o'ldirdi nima, bu yoqqa keldi nima? Necha kun bo'ldi o'zi shega sizni tayyorlashyapti hozir, to'g'rimi? Bir 10 kun bo'ldi kelganimga. Mojid bu videosi oxirgi murojaatdir. Bu musofir yigitni diqqat bilan eshitinglar. Aytaman aka. Endi ayting mana, sizni hozir Tashqi ishlar vazirligi, prezidentimiz, xalqimiz ko'rib turibdi. Endi ayting mana. Pushaymonligingizni gapiring. Bu videomizda barcha O'zbekistonlik va Tojikistonlik, Qirg'izistonlik ota-onalar sizlar ko'rishga majbursizlar. O'zbekistonda hammadan uzr so'rayman, baribir noto'g'ri qaror edi. Noilojida bu ishni qo'ydim. Yordam berishlarini so'rab qolaman. Sizlarning farzandlaring agar Rossiyada bo'lsa, demak siz bu videoni ko'ring va o'g'il qizlaringni ogohlantiring. Marhamat, videoni diqqat bilan ko'ramiz. Bu aka siz yozib olsam bo'lmaymi aka? Men bir hozir oldinda odam ko'proq edi. Oldingizda odam ko'proq o'zbeklarmi? Yo, o'zbek tojik aralashma. Kamda aka ikki millatdan ham odam juda kamrog'i, boshqa millatdan ham ko'p hozir. Nima qilishmasin deyman-da, bir ish bola ham qolmasin deyman aka. Yo, sizni ya'ni bizning tilda tushunadimi ular? Endi ruskilar ko'proq, endi atrofimizda aka endi. Yo, bo'ldi, bo'lmasam o'sha sal qog'ozga o'rab gapiravering. Tushunarsiz qilib. Bo'ldi aka, uzr qol. Shu bu harbiy nimaga keldim-da aka? Tushundim. Ya'ni bilmasdan qo'l qo'yib shu nimaga borgansiz? Nimaga qiziqasiz, pulgami? Aka shu nima deydi? Ikkinchi, uchinchi marta nima bo'lib qolibdi, odam qiynalib qolib, bu ikkinchi marta Rossiyaga kelib yana uyga qaytib sharmanda bo'layotmaydi dedim-da. Dokument, hujjatlaringiz hammasi joyida edimi? Bundayroq turing, bundayroq ko'rmayapsiz umuman. Mana shundayroq turing, aha. Magazinga axranalikka ishlab turdim, keyin o'sha kvartiraga qo'ygan odam nimaroq odam edi, qo'polroq odamki, bu yoqdan ham arazlab chiqib ketdim-da. Arazlab chiqib ketdingiz. Qayerliksiz o'zi? Qashqadaryo aka, G'uzor tuman. Qashqadaryo. Ismingiz nima? Alijon aka. Alijon. Xo'p, shunda qiyinchilik ko'rdingiz, pul tugab qoldi. Keyin nima bo'ldi keyin? Keyin ikkita variant bor edi menga. Uyga qaytishga, keyin shu yana harbiy nimaga qiziqib qoldim, yo'lda ko'rib, harbiy xizmatlar Rossiyani o'zlar. Xo'p. Aha. Keyin uyga qaytsammikan deb turdim. Qiynalib bo'lsam, aeroportga borib olsam, bo'ldi deb turdim. Keyin baribir uyga borib yana nima sharmanda bo'lib qolaman, yana pulsiz. Qaytganim bilan pulim yo'q, uydan olmayman, boshqa qila olmayman. Undan ko'radim, harbiy xizmatga borayqan dedim-da. Pul mullaga qiziqqan bo'ldi, odam uydagilarga pul saylab yuboraman-da. Kimga murojaat qildingiz? Keyin kimga murojaat qildingiz? Qanaqa kelib qoldingiz bu yerga? Harbiy idoraga bordim, men o'zi so'rab shag'irda eshitdilar, anani harbiyni. Xo'sh, idorani. Xo'sh. Ruscha oz-oz tushunardim, borib nima qildim-da. Keyin anolar ham bor ekan, o'zbekcha переводчик ham bor ekan. Ha, o'zbek переводчик bolalar bor ekan. Xo'sh. Shunga so'radingizmi, oyiga qancha to'lar ekan? Nechta pul berar ekan?
hamda tushuntiradigan qog'ozlari ham bor edi-da. O'sha qog'ozlar tanishib chiqib, keyin ular bilan gaplashib ko'rdim-da. Keyin kontraktga keyin bir yilga qo'l qo'ydim-da. Keyin o'sha bir kun qanday qog'ozbozlik bo'ldi, qog'oz ishlari, hujjat ishlari. Xo'p. Keyin ertasi bu yoqqa keldik-da, shu bir soatlik yo'l Moskvadan bir joyga keldik. Avtobusda bir 40 kishimi, 30 kishimi? 40 kishimi, 30 kishimi? Yerda qarang, o'zbek, tojik bolalar ko'pmi? O'zimizda bolalar. Ular har xil millatdan bor-da, kamroq unda, o'zimizdan ham kamroq odam. O'zi основной siz bilasizmi? Основной o'zi qamalgan bolalar boryapti. Shular ham dashi bormaymiz deyapti. Siz qanday bir jinoyat qilmas turib, bir ishni, bir yomon ish qilib qo'ygan joyingiz yo'q. Siz bilar edingizmi? U yerda pul bermasligini, u yerda prosta shunchaki aldab chaqiradi sizlarni, lekin pul bermaydi. Yana bitta savolim, siz bilar edingizmi, erga borgan odam sog' qaytmasligini? Boyagi odam tushuntirdi aka menga shu terrorchi tushunturdimi? Qaytarishga harakat qildimi, yo'qmi u bola? O'sha terrorchi. Harakat qildi aka. Harakat qildi, baribir bo'lmadimi? Ta'sir qilmadimi sizga? Yo'q aka, shu nima qilib qoldi, nima deydi? Bir nima qildi aka, yoshlik qildi. Meni tanimaysizmi? Men videolarimni ko'rib bormayapsizmi? Men qancha ogohlantiraman butun xalqqa, butun o'zbek, tojik, qirg'iz aka-ukalarimizga, umuman musofir aka-ukalarimizga qancha ogohlantirishimga qat'iy nazar, baribir ko'zingizda nima ko'r qildi? Pulmi? Pul qog'ozdan yo'q. Men sizni nima deydi? Men 3 paytgacha telefon tuzib ishlatmagan odamman-da aka, shu nimalaringizni ham qaytib ko'rmaganman-da, video roliklar o'zi. Shuncha paytgacha agar telefonni ishlatib meni ko'rganingizda edi, bu ishni qilmagan bo'lardingiz-a? Shunda aka endi. Hozir nimadasiz? Hozir pushaymonmisiz? Aka endi o'ylab qarasam ham baribir bu masalan o'zini o'zi o'ldirishda gap-ku aka endi misol. Xuddi shunday. U yerda borgan odam 80% odam o'ladi. 80% odam tirik qaytmaydi. Shundan 5% nogiron bo'lib, qo'lsiz, oyoqsiz bo'lib, 20 ta, 5 ta, 15 ta o'q yeb qaytib kelishi mumkin. Qo'lsiz, oyoqsiz, qo'li kesilgan, oyog'i kesilgan, nogiron bo'lib, chetda nogiron bo'lib, qolgan yana 15% neizvestniy, o'liktirigi neizvestniy bo'lib qoladi. Ya'ni ular o'likmi, tirikmi hech kim bilmaydi yoki asirga tushadi. Endi yoshingiz nechida, ayting, yoshingiz nechida sizda? Aka, yoshligimiz ham qolmadi, o'zi 27 ga kiraman-da, aqlan uradi. Xo'p, faqat endi qarang, bitta masala bor. Masala shuki, agar ijtimoiy tarmoqqa qo'yib turib, Tashqi ishlar migratsiyasi agentligiga, prezidentimizga murojaat qiladigan bo'lsak, qandaydir shular orqali sizni qaytartirishimizni iloji bo'lishi mumkin. Bo'lmasam yerdan hozir na eshikdan chiqa olasiz, xuddi siz qamalganday bo'lib qoldingizmi? Hozir o'zingiz his qilyapsizmi? Xuddi qamoqda o'tirgandek? Padaxrana. Ha? Shunday olmaysiz, lishni harakat qila olmaysiz. O'tir desa o'tirasiz, tur desa turasiz, to'g'rimi? Shundayroq aka, endi shuni urmadimi? To'g'risini ayting faqat. Buni juda ko'pchilik baribir aka-ukalarimiz eshitadi, ko'radi, biladi, bilish kerak, bormasligi kerak. Siz nimani maslahat berasiz? Aka, baribir bu yoqda o'zi kelishdi, o'zi noto'g'ri fikr, baribir o'zini o'zi o'limga o'zini o'ldirmoqchi bo'lgandek gapdi. Bu yoqqa o'zini o'ldirdi nima? Bu yoqqa keldi nima? Necha kun bo'ldi o'zi shega sizni tayyorlashyapti hozir, to'g'rimi? Bir 10 kun bo'ldi kelganimga aka. Sizga shu bu narsalarni mana qanday otadi, nima qiladi, o'sha o'yinchoqlarini o'rgatyapti, qanday o'q joylaydi, tuda-sudalar, to'g'rimi? O'yinchoqlarini o'rgatyapti. 1 soat o'shandagi aka abitdan keyin 1 soat abitga yaqin esa buni tez yordam ko'rsatishdi. O'zini o'zi masalan yaralanib qolsa,
nima qilishlarni o'rgatyapti-da. Bir kun qatnashdim shu narsalarga, qolgan kunlardan keyin nima qoldim, qatnashganim yo'q men. Qolgan kunlari keyin bu ham o'zim shunday aka, bu yoqda xohishida, bu yoqda Ha, kimdir o'rgangisi kelsa qatnashadi, o'rgangisi kelmasa qatnashmaydi. Ertaga ketdik Shunday bo'ldi deb formani berib ketdik deb shunday olib borib urushga taylaydigan bo'lsa ham shu turishda ketdi. U yerda sizni hayotingiz, o'rgandingiz, otishni bilasiz, bilmaysiz, ularga qizig'i yo'q, to'g'rimi? shu o'shanaqa nazorat yo'q haqiqatan hamda qiymat tozalikka masalan bu narsalar deganda masalan menga o'xshagan hozir pulsiz kelganmiz-da. Xo'sh. Keyin bir gigiyenik narsalar masalan gigiyenik narsalar ham yo'q-da masalan Tushundim. o'shanday shunaqa vaziyat bo'lib turibdi-da aka. Ota-onangiz bormi? Uylanganmisiz? Endi onam o'tib ketgan, otam endi hozir boshqa kishi bilan yashaydi. Men shu ham uylanmaganim uchun bola chaqa yo'q. To'xtang, uylanmagansiz, bola chaqangiz yo'q. Nima hayotda tashvishi tushdiki sizga shu ishni qilishga majbur bo'ldingiz? Nima tashvishingiz bor? Mushtingizcha qorningiz bor, oshqozoningiz mushtingizcha. Shuncha non yesangiz to'yasiz. Bilmaysizmi? U o'zbek yoki tojiklar hozir o'zini ya'ni boshqa fuqaro bo'lib turib, boshqa davlatni urushiga borish mumkin emasligini va O'zbekistonga yoki Tojikistonga qaytadigan bo'lsa 5 yil, 6 yil, 10 yilgacha qamoq jazosi kutishini bilmaysizmi? Eng yomonlaringiz bo'yoqlaringiz degan ekan aka, men o'zimga davomli O'zbekiston yoshlar odam bilan nima qilardik aka. Endi qarang. Endi mana sizni, mana bundayroq qiling, yuzingizni to'g'ri ko'rsating. Mana hozir qo'lingizda telefon bor-da, ertaga qo'lingizga telefon bo'lmasligi mumkin. Ertaga qo'lingizdan telefonni ham olib qo'yishi mumkin. Meni daji akalik maslahatim sizga, mana hozir siz murojaatingizni qiling. Qilingki, shtobi sizni qutqarib olaylik. Butun o'sha kim ayoqqa turish kerak bo'lsa turib, iminni sizni yoki sizga o'xshab adashib bo'lganlarni qutqarib olish uchun. Hozir nimalar qilishim kerak ekan, bir maslahat berasiz hozir. Ayting, mana hozir prezidentimizga ayting, murojaat, tashqi ishlar migratsiyasiga ayting, murojaatingizni qiling. O'sha adashib kelganligingizni ayting, adashib keldim. Meni qutqarib olinglar. Men bilmay qolibman, men yoshlik qilibman. Ertayni o'lim yaqa kutakanligini bilaman men. E'dan tirik qaytamanmi, yo'qmi deb turib gapiring-da. Gapiring hozir. Hozir aniq adres yo'q-da aka, men o'zi telefonga adres shart emas. O'zi so'rab oladigan so'rab oladi. Agar sizning hayotingiz kimgadir interesi bo'lsa, sizning hayotingiz, sizning taqdiringiz agar shu berdagilarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni mana shu ommaviy axborotlardan, YouTube tarmoqlaridan ko'rib turib, rahbarlar ko'rib turib, dekki qoni shu insonni qutqarib ola olamizmi? Butun davlat turibdi, boshqa turibdi deb turib, qani murojaatingizni qilingchi? Ayting. Hayot sizniki, hayot bir marta beriladi. O'sha shu bozordagi uchastkavoyimizning raqami bor-da aka, shu kishini. Qanaqa uchastkavoy? Menga gapiring, hozir gapiring. Qanaqa uchastkavoy? Uchastkavoyingiz o'zining ishini qilsin. Biz o'zimizning ishimizni qilyapmiz. Hozir qiling murojaatni, gapiring hozir. Hozir gapirib oling. Hozir boshqaga chiqishim shart emas aka, hech qanday. Hozir gapirib oling, mana hozir men zapis qilyapman, gapirib oling hozir. Hozir ayting. Men rastaga adashib bankomatga Jigarim, stressga tushmang. Stressga tushmang. O'zingizni qo'lga olib oling. Bilaman, tomoqlaringiz qurib ketyapti. Mandraj ushlamang. Qanday yurakni qatta qilib o'sha yerga borib qo'l qo'ygan bo'lsangiz, xuddi shunday duxta gapiring hozir. Nimaga stress ushlayapsiz? Hali bir qo'lingizga bir orужие ushlab turib borayotganingiz yo'q. Begunoh sizga
ming begona bo'lgan insonlarni, go'daklarni o'ldirishga boryapsiz. Tushunyapsizmi shu narsani? Ha? Qanaqa birovni oilasi, birovni odamni, bir begona insonni, sizga hech narsa qilmagan begona yurtdagi insonlarni o'ldirishga boryapsiz. Gapiring endi mana. Adashganingizni bilyapsiz hozir. Hali hech kimni o'ldirmasdan, hech kimni hech narsa qilmasdan hozir bilib o'tiribsiz. Gapiring hozir mana. Ukajonim, iloyim, Allohim sizni to'g'ri yo'lga boshlab, iloyim qayting bu yo'lingizda, Allohning o'zi asrasin. Iloyim asrasin sizni. Alloh asrasin. Lekin Xudo ko'rsatmasin, men buni kulgiga aytayotganim yo'q. Ichim o'pirilib tushganidan aytayapman. Ichim borki to'kilib bo'layapti, tushuning? Mo'jid tavba qildim. Oxirgi murojaatingiz ham bo'lishi mumkin bu. Ayting hozir, gapiring. Yig'lamang. Bilaman, ko'z yosh qilyapsiz. Telefonni bekorga olib qochayotganingiz yo'q kamerani. Qarang menga. Qarang. Menga qarang. Menga qarang jigarim. Nimaiki harakat bo'lsa qilaman men qo'ldan kelgancha. Pasportingizni kopiyasi bo'lsa, o'sha kopiyasini tashlang. Eshityapsizmi? Mana shu videoni ko'rib turgan Tashqi ishlar migratsiyasi agentligi, Tashqi ishlar vazirligi, hurmatli prezidentimiz, mana oddiy bir o'zimizni, mana shu vatanimizni bolasi, O'zbekiston farzandi adashib, bilmasdan qo'l qo'yib, hozirgi vaqtda pushaymon yeb aloqaga chiqyapti. Butun sotsial setda, internetda aloqaga chiqyaptiki, meni qutqarib olinglar. Meni qutqarib olinglar. Men adashibman deyapti. Ana shu uchun iltimos qo'ldan kelgancha bu videoni tarqatinglar. Prezidentimizgacha yetib borsin. Bu go'dakni, bu hali uylanmagan yigitni bir so'msiz Moskvaga o'sha sarson bo'lib qolib, adashib qilib qo'ygan ishidan pushaymon yeb turib, hozir murojaat qilyapti bizlarga. Menga qarang. Ismingizni nima dedingiz? Alijon aka. Alijon. Unda tuting, to'g'ri tuting, menga o'xshab ko'rining. To'g'ri tuting. Pushaymonmisiz? Ha, noto'g'ri ish qilganman. Noto'g'ri ish qilganman bilib turibman. Men sizni yuragingizni qisish niyatim yo'q. O'zingizni qo'lga olib oling. Hozir dogovorni yaxshi bilasizmi? Agar bu военный shartnomani buzadigan bo'lsangiz, sizni mana shu statya bo'yicha jazolaymiz degan joyi bo'lishi mumkin. Eshityapsizmi? Bunda qiling, to'g'ri tuting, ana shunday. Siz hozir aytingki, men bo'ldi, bormayman deng. Men bormayman, mayli, meni sudga tortinglar, meni jazolanglar mayli, lekin men bormayman deng. Hozir to'g'ri yo'l ana shu sizga hozir. To'g'ri sizni qutqarib olgungacha. Bormayman deng, отказ qiling. O'sha eng kattasi bormi mana bu nimalarda? Hozir endi oldingizda odam ko'pligi uchun siz bilan ochiqdan ochiq gaplasha olmayapman. Mana bular bo'lsa aytingdagi, mayli urar, mayli tayoq yersiz, lekin men bormayman deng. Men adashibman deng. Aytaman aka. Endi ayting mana sizni hozir Tashqi ishlar vazirligi, prezidentimiz, xalqimiz ko'rib turibdi. Endi ayting mana. Pushaymonligingizni gapiring. Misha Moskvaga kelgandim. Harbiy voenkomatiga kelgandim. Voenkomatiga noilojlikdan Pulga qiziqib. Pulga ham qiziqib ham shu yo'lga kirib qolgan, shu voenniy kontrakt qo'ygandim.
kim har tomonlama men bu fikrim noto'g'ri ekan. O'zim endi o'ylab tushunib yetdim. Hozir kelgan 10 kun bo'lib qoldi. Shu 3 hafta bu yoqda bilan tayyorlashadi diyoz o'tdi. 3 haftadan keyin olib ketadi diyoz qo'ydi, lekin dokumentda bugungi sana ham yozilgan ekan, nimadir 20-sanada yo yana ham yaxshiroq tayyorlaydigan joyga olib ketadi deyilganmi. 20-sanada lekin bugun hech narsa bo'lmadi, hech qanday joyga olib ketmadi. Hozircha shu adashib ketib qolgandim-da. Bayni kontrakt qo'ygandim. O'zim xohlamay bu yo'l baribir noto'g'ri. O'zini o'zi o'ldirish ekan. bilan baba bizga shu yaxshi tushuntirishni olib borishda shu dronlardan ilojsiz qanday qolib ketdi, dron bilan yakkama-yakka qolib ketdi. Ilojsiz deb tushuntirishdi. Juda dron baribir kuchliroq, u 100% o'lim degani deb juda ko'p narsalarni tushuntirishdi. Umuman xatoda bu yoqqa kelish akalar. Musulmonchilik ham to'g'ri kelmaydi, bu juda katta xato. Ayting, prezidentimiz, xalqimiz, meni kechiringlar, meni qutqarib olinglar deng. Ayting. O'zbekistondagi hammadan uzr so'rayman, baribir noto'g'ri qaror edi. Noilojida bu ishni qo'ydim. Yordam berishlarini so'rab qolaman. Bo'ldi aka, boshqa gapirmayman, uzr. Men bilan svязda bo'lib turing, menga pasportning dalilligingizni tashlang. Iltimos, xo'pman jigarim, siqilmang. Meni gaplarimda achchiq ko'nglingizga olmang. Men ertaga bo'layotgan holatlarda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni aytdim. Iltimos jigarim, qayting bu yo'ldan. Hali ham kech emas. Hali ham kech emas. Agar hozir yo'lingizdan qaytib, mayli 2 oy qamab qo'ysin, 3 oy qamab qo'ysin, men o'g'il bola emasman. Men sizga mana shu yerda O'zbekistonga yetib keng Toshkentga men sizni ko'tingiz tagibda mashina olib beraman. Ko'tingiz tagibda mashina olib beraman. Mayli 5 sapot ursin, ko'tingizni olib tepsin, qo'lingizni sindirsa ham mayli. Qayting bu yo'ldan. Qayting. Mabodo endi qaytishga yo'l yo'q deyishi mumkin. Majburlab qo'l oyog'ingizni baylab olib borib taylagan taqdirda ham o'sha yerdagi o'zbek tojik aka-ukalarimiz bilan kelishib oq bayroqni ko'tarib chopinglar. O'sha borayotgan manzillaringga, o'sha dushman deb bilayotgan manzillaringga oq bayroqni ko'tarib chopinglarki, sizlarni bitta otishi mumkin, ikkita otishi mumkin, lekin через Yevropa jo'natib yuboradi O'zbekistonga baribir. Shundagina tirik qaytishlaring mumkin. Tushundim aka. Tushundingiz-a? Lekin maksimal qaytishga harakat qiling, xo'p? Qayting jigarim. Menga pasportning dalilingizni tashab qo'ying, xo'p? Men xohlayman mana shu videomiz prezidentimizgacha yetib borishi uchun nimaiki like bosish, podelitsiya qilish, butun jahonga tarqatish kerak bo'lsa tarqatinglar. Kim qaysi o'zini YouTube kanaliga qo'ysa ham mayli. Kimki olib tarqatsa ham mayli. Lekin iltimos, o'zbekmisiz, tojikmisiz, qirg'izmisiz, qozoqmisiz, iltimos bu yo'llaringdan qaytinglar. Bu urush bizniki emas. Bu urush bizniki. Mayli aka, men aniqlaman shu. Bo'ldi. Oldingizda odam ko'p, tushundim men sizda. Xo'p, aloqada bo'lib turing, xo'p, men bilan. Aloqada bo'lib turing. Mayli aka. Xo'p, Rahmat. Xudoga sog'. Xo'p.